Bir podshoh tush ko'ribdi. Tushida bori tishlari to'kilib ketganmish. Uyqudan uyg'ongach, ikki vazirini huzuriga chorlabdi. Ko'rgan tushini bayon qilib, bu tushni ta'biri nima, agar ta'birini topsangiz faqat rostini ayting, deya ularga murojaat qilibdi. Vazirlardan biri so'z boshlabdi. Podshohim, bu yaxshilik alomati emas. Barcha qarindosh urug'laringiz barvaqt vafot etib ketishadi, siz o'zingiz yolg'iz qolasiz. Podshoh bu javobdan nihoyatda darg'azab bo'lib, vazirni zindonga tashlashni buyuribdi. So'ngra ikkinchi vazir, shohim, bu tushingiz ko'p yaxshilik va quvonch alomatidir. Alloh taoloning inoyati ila siz muhtaram janob oliylariga barcha qavmu qarindoshingiz ishra uzoq umr ato etilur. Bu qutlug' ne'mat muborak bo'lsin podshohim, deya ehtirom bilan qo'llarini ko'ksiga qo'yibdi. Yaxshi ta'bir va qutlovdan xursand bo'lgan podshoh bu vazirga mukofotlar in'om etishni buyuribdi. Ko'rdingizmi? Bir xil ma'nodagi ikki xil ta'birni bergan vazirlardan biri fahmu farosatdan uzoqda, so'zlash va ehtirom odobidan bebahra bo'lib, ta'birni o'zini sifatiga ko'ra, ya'ni o'zini tushunchasiga ko'ra qo'pol bayon qilganda, aql va so'z sohibi bo'lgan ikkinchi vazir esa olqish va mukofotga sazovor bo'ldi. Bu hikoya orqali so'zlarning qanchalik ahamiyatli ekanligini anglab yetsak bo'ladi. Inson yaxshi so'z eshitgan joyga, muloyim muomala ko'rgan shaxsiga mehr qo'yadi-ku axir. So'zlarimiz sehri haqida buvilarimiz aytilgan gapga farishtalar omin deydi deganlari bu ayni haqiqat va har bir so'z magnit kabi shu holat va vaziyatlarni xohlaymizmi yo'qmi hayotimizga jalb qiladi. Yaqinda bir kishi sinfdosh do'stini janozasidan qaytayotgan vaqtida do'stlari davrasida og'aynim bir o'zi qolib ketdi-da, yonida joy bormikin, borib turardik, deb hazilomuz gaplar bilan janozadan tarqalishgan, ya'ni shunaqa hazil qilishganda erkaklar. Oradan bir hafta o'tib avtohalokat oqibatida halok bo'lib, ana o'sha sinfdosh do'sti yonginasiga dafn etilgan. Bu birgina misol xolos mingtadan. Shuning uchun gapirayotgan gaplarimizga nihoyatda e'tiborli bo'laylik. Biz har kuni so'zlarimiz orqali insonlar bilan muloqot qilamiz, lekin so'zni ahamiyatini to'liq tushunamizmi? Til ofatlari ham bor. Bu g'iybat, tuhmat, yolg'on, chaqimchilik. Hadisi sharifda nima deyilgan? Agar kim birovni aybini aytib, odamlarga oshkor qilsa, to o'zi mana shu aybni qilmasdan dunyodan ko'z yummaydi. Tildan kelgan ofatlar ko'p. Bu ofatlardan qutulishning eng oson yo'li sukut saqlash odobi. Bu juda ham katta fazilatdir. Jim turish himmatni jamlaydi va fikrni hisoblaydi.